Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on o'rgatuvchi va o'rganguvchilarda bo'lishga tegishli adab qoidalar. Bu va buningdan keyingi ikki bobda kitobning asosiy maqsadlari mujassamlangan. Bu maqsadlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, yodlash va as saqlash oson bo'lsin uchun bir necha paragrafda qisqacha bayon qilib o'tamiz. Ixlos qilish. Qur'on o'qituvchi va Qur'on o'quvchilar uchun qilishga tegishli birinchi ish Alloh roziligini ko'zlashdir. Alloh taolo ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga, namozni ado qilishga, zakat berishga buyurildi. Ana shu to'g'ri dindir, deydi. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: amallar niyatlarga bog'liq. İnson niyat qilgan narsaga erishadi. Bu hadisda deyilayotgani islomning tub asoslarining biridir. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq degan: insonning erishadiganini niyatiga biqib bo'ladi. Yana bir sahobaning insonlarning niyatlariga qarata beriladi deganligini rivoyat qilingan. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, ustoz Ubul Qosim al-Qushayri mundaq deydi: ixlos amal ibodatni bir Alloh uchun qilish demakdir. Ya'ni o'z amali orqali faqat Allohga yaqinlashishni maqsad qilish demakdir. Kishilarga yasalmalik qilish, ularning maqsadiga erishish, ularning maqtishini yaxshi ko'rish qatorliq Allohga yaqinlashishdan boshqa har qanday narsani o'ylamaslikdir. Ixlosni yana amal ibodatni maxluqlarni ko'zlashdan xoli holda qilish desakmi bo'ladi. Yana Huzayfa al-Mar'ashi radhiyallohu anhu mundaq deydi: ixlos bandining amallarining pinhandimi, jarastandimi o'xshash bo'lishidir. Zunnun al-Misri rahimahulloh mundaq deydi: 3 narsa ixlosning alomatidir. Jimi kishilarning maqtash va so'kishlarini o'xshash ko'rish, amallarini ko'z oldida qo'yib olmay unutib ketish, amallarning mukofotini oxirat elishni o'ylash. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh mundaq deydi: kishilarni deb amalni tark etish riyodir. Kishilarni deb amal qilish shirkdir. Ixlos Allohning seni har ikkisidan saqlab qolishidir. Sahl at-Tustari rahimahulloh mundaq deydi: aqillar ixlosning ta'biri haqida fikr yurgizib, buni ta'birdan boshqani topolmadi. Ixlos oshkora va yoshirin harakat va sukunatlarning hammasi bir Alloh uchun bo'lish. Uningga na mol dunyo, na havoyi avas, na nafs xohishlarining hech biri aralashmasligidir. Sari as-Saqti rahimahulloh mundaq deydi: hech bir ishni kishilarni deb qilma. Hech ishni kishilarni deb tark etma. Kishilarni deb hech narsa berma. Kishilarga hech bir amalni oshkorlama. Imom Qushayri rahimahulloh mundaq deydi: rostchilikning eng tuvan darajasi ichtishining o'xshash bo'lishidir. Haris al-Muhasibi rahimahulloh mundaq deydi: rostchil kishi o'z qalbining isloh bo'lishi uchun bütün insonlar qalbidagi hurmat e'tiborining chiqib ketishiga parvo qilmaydigan, zarrachilik yaxshi amalni kishilarning bilib qilishini xohlamaydigan va yomon amallarni kishilarning bilib qilishini yomon ko'rmaydigan kishidir. Chunki yomon amallarni kishilarning bilib qilishini yomon ko'rish kishilar oldida nom shuhrat tama qildiganligining alomatidir. Bundaq qilish siddiqlar, rostchillarning axloqining jumlasidan emas. Yana biri mundaq deydi: sen rostchillik bilan Allohning roziligini izlasang, Alloh sana dunyo va oxiratning jami ajoyibotlarini ko'ra oladigan bir aynak ato qiladi. Salaf solihlarning bu vaqtdagi so'zlarini intayin ko'p. Biz maqsadni ifodalash uchun oz bir qismiga ishorat qildik. Men Sharhul Muhazzab nomli kitobimning beshida salaf ulamolarining nurg'un so'zlarini sharhlari bilan bayon qildim va talablar uchun zarur bo'lgan o'quvchi, o'qituvchi, fiqh olimlari va fiqh ilmi o'rganuvchilarning adab axloqlarini bayon qildim. Dunyoga berilmaslik. O'z amali orqali mol dunyo, amal mansab, yuz obro'y, tangdoshlardan yuqori martaba tamasida bo'lish, kishilarning madihiya maqtashlariga erishish, kishilarni o'ziga qaratish degandek dunyo manfaatlarini ko'zlamaslikka, Qur'on o'rgatishdan iborat ulug' xizmatni ba'zi talablardan keladigan ozg'ina mol dunyo, xizmat, o'rgatmagan bo'lsa bermaydigan hadiya suratidagi badal degandek arzimas manfaatlarni tama qilib bo'lg'amaslik lozim. Alloh taolo mundaq deydi: kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz.
Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz, uningga oxiratda savobdan hech narsa yo'q. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlig'ini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Allah razılıq uchun o'rganishga tegishli ilmni dunyo manfaatlariga erishish uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning furqini puriy olmaydi. Bu mazmundagi hadislar nihoyat ko'p. Anas, Uzayfa, Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhular rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki jahillar bilan datalash qilish yoki ulamolar oldida faxrlanish yoki kishilarni o'ziga qaratish uchun ilm o'rgangan bo'lsa, o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlab qo'ysin. Tirmiziyning Ka'b ibn Malikdan qilgan rivoyatida yana Alloh uni do'zaxga kirgizadi degan. Ilm o'rgatish niyatidagilar azar aylashga tegishli ishlar. Mudarris ilm o'rgatish orqali talablarni va o'z yoniga kelib ketib turadiganlarni ko'paytirishni maqsad qilishdan saqlanishi, o'quvchilarning boshqa manfaatli ustozlarning yanında o'qishni yomon ko'rishdan qattiq azar aylishi lozim. Bu ba'zi nodon ustozlar giriftor bo'lgan yomon illatdir. O'qituvchining niyatining xolis emasligining, qalbining buzuq ekanligining belgisidir. Ilm o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlaganligining keskin dalilidir. Chunki u ilm o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlagan bo'lsa edi, o'z o'quvchisining boshqalar yanında o'qishni yomon ko'rmagan bo'ladi. Balki o'z-o'ziga men ilm o'rgatish orqali Allohga ibodat qilishni ko'zlagan edim. Muradim hosil bo'ldi. Men boshqalarning yanında o'qish orqali ilmni texim ko'payishni maqsad qildi. Norozi bo'lishning najoti degan bo'ladi. Biz hadisshunoslikda hamma birdek e'tirof qilgan Imom Darimiyning musnadida sanadi bilan rivoyat qildikki, Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ey ilmdorlar, ilminglarga amal qilinglar. Alim bilganiga amal qilgan, ilmi va amali birdek bo'lgan kishidir. Yaqin kelgusida shundoq bir qavmlar paydo bo'ladiki, ular ilmni ko'tarib yurishidi. Lekin ilm ularning bo'g'zidan o'tmaydi. Ularning ilmi bilan amali, ichi bilan teshi birdek bo'lmaydi. Ular o'zaro faxrlanish uchun darslarni o'rlashtiradi. Hatto ularning biri o'z darsidagi birining boshqa darslarda o'ltirishini va o'zini tashlab qo'yishni yomon ko'radi. Ularning amallari shu dars so'rovlarida qilib qilib, Alloh dargohiga o'rilmaydi. İşençilik rivoyatlarda İmam Şafii rahimahullah mundaq degan: Kishilarning bu ilmni, ya'ni o'zining ilmini va kitoblarini demakchi, menga bir harfni mansub qilmasdan o'rganishni arzu qilatdim. Qur'on o'rgatuvchilarining axloqlari. Qur'on muallimi dunyoga berilmaslik, bariga qanoat qilish, mol dunyoga va mol dunyo ahliga voy deb ketmaslik, sehi, mard, xushchiroy, ig'ir besiq, savrchan bo'lish qatorliq esil axloqlar bilan qurollanishi. Nachar qiliqlardan neri turish, parhezkorlik, xushu, tamkinlik, salmoqlik, kamtarlik, kichik beyillik qatorliqlarni o'ziga yor qilish, kulik chaqchoqdan o'zini tortish, shar'iy vazifalarga amal qilish, pokizlikqa ahamiyat berish, kir maynatlarni vaqti-vaqtida tozalab turish, burutni qirqib turish, tirnoqlarni elib turish, soqolini tarab turish, g'ayri piroqlarni yo'qitib turish, ko'rimsiz kiyimlarni kiymaslik, hasad, riyo, ko'ranglik, amaliyotda o'zini tuvan bo'lgan taqdirdami boshqalarni tuvan ko'rish qatorliqlardan qattiq nazar aylash, hadislarda kelgan tasbih, tahlil va zikr duolarga amal qilish, pinhandimi, jaraslandimi Allohni esidan chiqarib qo'ymaslik, bu ishlarda izchil bo'lish, barliq ishlarida Allohga tayinish qatorliq shariat talab qilgan ishlarni bajo keltirish lozim. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga yaxshi muomala qilish lozim. Qur'on o'rgatuvchi o'ziga Qur'on tanishtiradigan kishilarga siyliq sipoyi muomala qilishi, ularni qizg'in qarshi olishi, o'z loyiqida yaxshi muomala qilishi lozim. Abu Ahmad al-Abdi mundaq deydi: Biz Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhuning yoniga kelsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan kishilarni qizg'in qarshi olaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kishilar sizlarga ergashidi. Dunyoning har qaysi taraflaridan kishilar kelib, sizlarning yaninglarda din o'rganadi. Ular kelsa, ularga yaxshi muomala qilinglar degan deydi. Bu hadisni Imom Tirmizi, Ibn Majah va boshqalar rivoyat qilgan. Biz Musnad Darimiyda Abu Darda radhiyallohu anhudan mushuning o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan edik. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga ko'yinishi va ularni hurmatlashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Din Allohga, Allohning kitobiga, Allohning payg'ambarlariga,
musulmonlarning imomlariga va barliq musulmonlarga samimiy bo'lish demakdir. Qarilarni va Qur'on o'rganuvchilarni hurmatlash, ularni foydali ishlarga yetaklash, ularga muloyim bo'lish, qo'lidan kelishicha ularning orzularining amalga eshishiga yordam berish, ularning qalbini moyil qilish, ularga Qur'on o'rgatishda muloyim, kangqursoq bo'lish, ularni ilm o'rganishga qiziqtirish qatorliqlar Alloh va Allohning kitobiga samimiy bo'lish jumlasidandir. Muallim Qur'on o'rganuvchilarning ruhliq qiziqishining texim ziyoda bo'lishi uchun davomli Qur'on o'rganishning fazilatini eslatib turishi, mal dunyoga berilib, aldinib ketishdan to'sib turishi, Qur'on va boshqa shar'iy ilmlar bilan mashg'ul bo'lishning Allohni haqiqiy tonigan irodalik bandalarining yo'li, payg'ambarlarning martabasi ekanligini davomli eslatib turishi, o'quvchisiga ko'yinishi, o'ziga va bolasiga foydali ishlarga ko'ngil bo'lgandek, o'quvchisining foydali ishlariga ko'ngil bo'lishi, uni mehr shafqatda o'z bolasining o'rnida ko'rishi, uningga foydali ishlarga ahamiyat berishi, uning jafo mushaqqatlariga, adabsizliklarga sabr qilishi, ba'zi vaqtlarda qilib solgan adabsizliklarni kechirib o'tishi lozim. Chunki inson kamchiliklardan xoli emas. Bo'libmi, yoshli kichiklar texmi shundoq. Muallim o'ziga yaxshi ko'rganni taliblari uchun yaxshi ko'rishi, yomon ko'rganni yomon ko'rishi lozim. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: sizlarning biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rganni qarinish uchunmi yaxshi ko'rmagicha haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bundoq deydi: men eng hurmatlaydigan kishilarning orasidan o'tib, mening yanimga kelib o'tirgan so'rindishimdir. Agar uning yuziga chivin qo'ndirmaslik qo'limdan keladigan bo'lsa edi, albatta shunday qilgan bo'lardim. Yana bir rivoyatda uningga chivin qo'nsin bearam bo'laman deb kelgan. Muallim o'quvchilar oldida o'zini cho'ng tutmasligi, ularga siyliq muomala qilishi, kamtar bo'lishi lozim. Odatdagi kishilarga kamtar bo'lish haqida nurg'un dalillar kelgan tursa, Qur'on bilan mashg'ul bo'layotgan, ustida so'rindoshlik haqqi bo'lgan, yeniga kelib ketib turayotgan bolalarning o'rnidagi bu taliblarga qandoqmi kamtar bo'lmasin? Payg'ambar alayhissalom sizlarga ilm o'rgatgan va sizlardan ilm o'rgangan kishilarga muloyim bo'linglar degan. Ayyub as-Saxtiyani rahimahulloh mundaq deydi: olim degan kamtar bo'lish yusidan 5 top chechib turish kerak. Muallim o'quvchilarning go'zal adab axloqqa ega qilib tarbiyalashi lozim. Muallim o'quvchilarga tadrijiy holda isl axloqni, kishini so'yindiradigan mijoz xuluqlarni singdirishi, yoshirin holda inchik ishlar bilan uning ruhini chiniqtirishi, oshkora yoshirin hamma ishlarda gunoh ma'siyatlardan o'zini saqlashga odatlantirishi, so'z va ish harakatlari orqali ixlos, rostchilik, yaxshi niyat, har doim Allohning ismini chiqarmaslik qatorliqlarga undab turishi, uningga ana shular orqali ma'rifat ishlarning ochiladiganligini, qalbining yo'riydiganligini, qalbidan ilm hikmat buloqlarining chiqadiganligini, ilmga va amallarga barakat beriladiganligini, so'z va ish harakatlarida to'g'ri muvaffaq qilinadiganligini bildirib turishi lozim. Ilm o'rgatishning hukmi. Boshqalarga ilm ma'rifat o'rgatish farz kifoyadir. Agar bir yurt yoki bir mahallada ilm o'rgata oladigan faqat birlik kishi bo'lsa, u kishining boshqalarga ilm o'rgatishi farz aynga aylanadi. Agar biror jamoat orasida ba'zi kishilar ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullansa, boshqalar ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanmaganlikdan gunohkor bo'lmaydi. Ammo hamma kishi ta'lim-tarbiyadan bosh tortsa, hammasi gunohkor bo'ladi. Ba'zilar baja keltirsa, qolganlardan saqit bo'lib ketadi. Agar ularning biridan ilm o'rgatish talab qilinsa, u bosh tortgan bo'lsa, qarashning kuchlikligi shuki, u gunohkor bo'lmaydi. Lekin o'zrisiz bosh tortish makruhdir. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi lozim. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi, ilm o'rgatishni o'zining zarur bo'lmagan dunyoviy manfaatlaridan ustun o'rinda qo'yishi, Qur'on o'rgatishga o'ltirgan vaqtda o'rgatishga ta'sir ko'rsatgan barliq narsalarni ko'ngildan chiqarib tashlashi lozim. Bu narsalar to'lim ko'p va hammaga ma'lumdir. O'quvchilarga darsni yaxshi tushuntirishga, har biriga loyiqida dars berishga ahamiyat berishi, ko'proq bersa darsni ko'tara olmaydiganlarga ko'p bermasligi, ko'tara oladiganlarga oz berib qo'ymasligi, yotib qolganlarni takrorlatqizib turishi, zeraklik alomatlari ko'ringan o'quvchilarni mag'rurlik yoki boshqa illatlarga giriftor bo'lishidan ansirmaslar maqtab turishi, susluq qiladigan o'quvchilarga ilm o'rgatishdan yaltib qilishiga sabab bo'lib qilishidan ansirmasa, yengil jazolarni berib turishi, ularning ba'zilaridan namoyon bo'lgan talantlarga asla hasad qilmaslik lozim. Chunki yotlarga hasad qilish harom. Oxiratda katta savob, dunyoda go'zal madihiya elib keladigan, o'zining bolasi o'rnidagi o'quvchisiga hasad qilish texmi harom.
O'quvchilarga ko'ngil bo'lish, ularga rad tartibi bo'yicha dars berish lozim. Agar o'quvchilar ko'p bo'lsa, ularga dars berishda rad tartibi bo'yicha burun kelganlarga burun dars berish lozim. Agar burun kelgini keyin kelginiga dars berishga qo'shilsa, keyin kelginiga burun dars bersa, hech qisi yo'q. Muallim o'quvchilarga xush chiroy bo'lishi, illiq muomala qilishi, ularning ahvollarini so'rab turishi, yo'qab ketganlarni surish qilib turish lozim.